Assalomu alaykum hammaga. Muhras Bol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun va'damga binoan sizlarga aynan ustozlik bo'yicha qanaqa daromad qilishni boshlash mumkinligini va aynan bu narsani onlayn qilish haqida maslahatlarimni beraman. Qanaqa qilib men bu sohaga 3 yildan beri ishlab, qanaqa bu sohada 3 yildan beri ishlab daromad qilib kelayotganim haqida o'zimni tajribam bilan bo'lishaman. Men ismim Muharram. Yoshim 27 da, Amerikada yashayman. 2 farzandli onasiman va onlayn daromad qilaman. Va bu narsani albatta boshqa ayollarimizga ham o'rgataman. Xo'p, demak, ustozlik eng faxrli kasblardan bittasi. Buni tan olish kerak. Haqiqatan juda ham faxrli, juda ham odamga boshqacha energiya, boshqacha kuch beradigan, boshqacha hissiyotlarni beradigan, juda ham iliq xotiralarga ega bo'ladigan kasblardan bittasi hisoblanadi ustozlik. Endi ustozlikda siz bilib olishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Qanchalik siz ustozlikka tayyorsiz? Qanchalik siz boshqa bir odamni hayotida ustozlik qilishga tayyorsiz? Qanchalik? Mana shu narsani bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda u ustozlik qilish uchun qanaqa ko'nikma bor? Nima bilan siz ustozlik qila olasiz shu odamga? Mana shu narsani aniqlab olishingiz kerak. Endi keling, bu aynan ustozlikni, misol uchun men o'zim ingliz tili ustozasiman va blog yuritish bo'yicha ustozaman. Blog yuritish UGC bo'yicha ustozaman. Endi ingliz tili bo'yicha qanaqa bo'lgan? Ingliz tili bo'yicha men o'zimga aniq maqsadlarni qo'yganman. Ingliz tilini o'rganishdan oldin o'zimga asosiy qo'ygan maqsadlarimning orasida, nimaga ingliz tilini o'rganayotganimni asosiy maqsadlarim orasida bu haqida ham inshaalloh gaplashamiz. Ingliz tilini qanaqa qilib oson va tez o'rganganim haqida. Inshaalloh keyingi videolarda. Demak, nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Men ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganimda o'zimga qanaqadir push kerak bo'lgan, bitta nimadir itarib olish kerak bo'lgan va hokazo. Biridan misol uchun 3 ta narsa bo'lgan. 3 ta asosiy maqsadlarim bo'lgan va o'shalardan ikkitasini ortiqcha gapirgim kelmayapti. Hozir bittasi bu demak ustozlik qilish. Ustozlikda demak bitta narsa bor. Ustozlikda asosiy maqsadda daromadga qo'yib olmaslik kerak. Ya'ni bu nima degani? Siz misol uchun ko'pchilik aytadi, masalan, mana shuncha o'quvchi olsangiz shuncha pul bo'ladi. Misol uchun yokida nima qilasiz, shug'ullanib o'tirib, Telegram kanal ochib qo'ying-da, o'sha yerda misol uchun mayli, hozir masalan mana shuncha pulda, undan arzonroq qiling-da, Telegram kanal ochib qo'ying. Yo'q, bu ustozlik emas. Bu ko'p holatda ustozlik emas. Men iloji boricha qayta aloqa bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Qayta aloqa bilan dars berishni yaxshi ko'raman. To'g'ri, juda ham o'qish xohlagan, o'quvchilar bo'lganda men bu blogerligim bo'yicha qayta aloqani qilmaganman, lekin qilmagan holatim ham bo'lgan. Lekin bu degani qolganlarda unaqa emas. Ingliz tilida va o'sha UGC da ham, blogerlikda ham men shunaqa qilganman. Aynan qayta aloqa bilan bo'lishni xohlagan o'zim. 1 soatgina bo'lsa ham, haftada 2 martagina bo'lsa ham. Hozir misol uchun mana 3 xil ko'rinishda dars beraman. Individual gruppa bilan, 2 talik gruppa bilan va shu bilan birga yana 5 talik gruppa bilan dars beraman. 2 xil gruppa bor va bitta individual. Endi qaranglar, qayta aloqa juda ham muhim. 5 talik gruppamda men haftada 2 marta dars beraman. 2 talik va individualda haftada 3 marta dars beraman. Endi bu narsada demak men daromad qilar ekanman deb o'zimni belgilagan muddatim bor. Masalan, ertalab soat 10 dan misol uchun soat 2 gacha dars o'taman. 2-3 gacha dars o'taman. Mana shu vaqt mobaynida nechta o'quvchi olaman? 1,5 soat bo'lishi mumkin. 1 soat deyarli, misol uchun ko'pincha yetmaydi. 1,5 soatcha dars o'taman. 1,5-2 soatga ham o'tib ketadigan vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun 1,5 soatdan demak kuniga nechta o'quvchi ola olaman? Mana shu narsani hisoblayman. Mana shu narsalarni aniqlab olishingiz kerak. Qanchalik dars bera olasiz, qanchalik dars o'ta olasiz, nimalarni bera olasiz, nima fandan dars bera olasiz. Mana shu narsani bilib olishingiz kerak va shu bermoqchi bo'lgan faningizdagi darslik onlayn formatga to'g'ri keladimi? Shu narsalarni bilib oling. Endi demak nima qilar ekansiz? Birinchisi, ustozlikka tayyormisiz? Buni pedagogika ilmini o'rganasiz, psixologiyasini o'rganasiz, o'quvchilar bilan o'qituvchining o'rtasidagi munosabatlar qanaqa bo'lishi kerakligini o'rganasiz. Ikkinchi masala, nimadan dars berasiz? Misol uchun, masalan, meni soham dinshunos, islomshunos, lekin men bu yo'nalishda hozir dars berishga vakolatim yo'q. Men bu sohada dars bera olmayman va bu sohada qaysidir ma'noda ustozlik qila olmayman. Dinshunoslik bo'yicha bakalavr diplomim bor, islomshunoslikda hozir o'qiyman, 2-kursman.
masalan. Lekin hali ikkalasida ham misol uchun to'laqonlik aynan diniy ta'lim beradigan yoki aynan mana shu yo'llarda ta'lim berishga vakolatim yo'q, ruxsatnoma olishim kerak. Tushunsa? Demak, men bu yo'nalishlarni o'zimni asl kasbimni qila olamanmi? Qaysi ma'noda yo'q. Lekin menda dinshunos pedagoglik qila olamanmi? Ha. Xo'p, nimadan pedagoglik qila olaman? Hozirgi holatimda blogerlikdan va aytaylik ingliz tilidan. Bu demak shu yo'nalishlar meniki. Shuni qilib oldim. Endi qanaqa formatda, qanaqa holatda dars beraman? Bu narsani ham qilib olish kerak. Kuniga necha soat dars beraman? Qanaqa formatda bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Nimalarni o'rgataman? Qaysi kitobdan o'rgataman? Hammasi yoki qaysi nima desa bo'ladi? Nimaga asoslanib o'rgataman? Mana shu narsalarni qilib olish kerak bo'ladi. Umumiy hisobda demak nimaga asoslanib o'rgatishingizni, nimaga asoslanib dars o'tishingizni bilib olishingiz kerak. Masalan, oldindan aytaylik UGC kurslarimni oldindan mundaricha tayyorlayman. Nimalarni o'rgatishim kerak? Juda ham mana must have dedi. Misol uchun aytaylik, birinchi listlarda nima bo'lishi kerak? Ketma-ketligi bo'lishi kerak. Misol uchun dars jadvali tuzumi. Demak, bu nima ekan? Nimani o'rgatishimni bilib olish. Endi shu bilan birga vaqtni belgiladim va hokazo. Endi narx qo'ydim. Mana shu hamma narsasini, hamma shu qiladigan narsalarim o'zimga taalluqli, o'zimga taalluqli, yo'nalishimga taalluqli, endi o'quvchiga ham qaysi ma'noda taalluqli, nima deydi, dars rejasi unga asoslanadi baribir. Endi nima qilaman? Uni qiymati qancha? Necha pulga dars o'tsam, meni ham, uni ham qoniqtiradi. Mana shu narsani aniqlab olaman. Tushunsa? Mana shu narsa juda ham muhim. Endi bu narsani demak biz dars boshlashni xohlayapmiz, dars berishni xohlayapmiz. Qaysi holatda, qaysi uslubda qilamiz? Bu nima degani? Onlayn yoki offlayn. Endi mana asosiy yo'nalishim onlayn format bo'lgani uchun hozir birinchi onlayn formatini aytaman. Demak 5 ta etapdan o'tdik. Endi onlayn formatda nima degani? Onlayn formatda misol uchun siz o'qiyotganingizda o'zingizga ustozligingizni ko'rsatib berish uchun, namoyon qilib berish uchun, sizni ko'rsatib namoyon qilib berish uchun qaysi platforma qulay? Bu nima degani? Misol uchun aytishingiz mumkin. Haram menga turmush o'rtog'im hech qanaqasiga hech qaysi platformada blog yuritib, misol uchun Telegram bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, Facebookmi, TikTokmi, YouTube'mi farqi yo'q. Hech qaysi ijtimoiy tarmoqni ruxsat bermaylar. Qanaqa men onlayn dars berishim mumkin deysiz. Endi bu holatda agar shunaqa vaziyatda bo'lib qoladigan bo'lsangiz, offlaynga ham ruxsat bermaylar, lekin men dars bermoqchiman, men o'qituvchiman, men ustozimman deyapsiz. Bu holatda nima qilasiz? Bu holatda sertifikatlaringiz bor bo'ladigan bo'lsa, sertifikatda kerak bo'ladi, kamida IELTS bo'lish kerak yokida IELTS, TOEFL, Saferlardan saytlarda o'rtacha 5,5 bo'lish kerak ekan. 5,5 IELTS and Safer o'zini anaqasi bor, misol uchun sertifikatlaringiz bo'lishi kerak ekan. De ruxsatnoma sertifikatlaringiz bo'lsa, shunaqa saytlar bor, maxsus. O'tda sizga aytaylik onlaynda siz belgilagan tartibda, belgilagan vaqtda, belgilagan narxda o'quvchilar topib beradi. Shunaqa saytlar bor, misol uchun tutoring saytlarini deb qidirishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik English nima deb qidirgan edim, hozir eslolmayman to'liq. English lessons for student emasda, mana shunaqa qanaqalari bor edi. Misol uchun deb hozir eslolmayman aniq bitta saytda, lekin men o'zim bittasini ko'rgan edim, topsam o'shani qo'yib qo'yaman opisiyaga. Demak, o'tda nima bo'lgan? Misol uchun siz umuman blog qilishingiz shart emas, asosiy sertifikatlaringiz bo'lishi kerak va onlayn formatda dars beraverasiz. Bu o'sha misol uchun faqat qiz bolalarga, misol uchun ayollarga dars o'taman belgilab qo'yasiz, necha puldan dars o'tish, soatiga necha puldan yoki soatiga o'tda so'raydi sizdan. Per hour or per lesson deb so'raydi. O'shani yoki deb men bundle qilib qilasanmi, sayt qilib sotasanmi deb sizdan so'raydi. Mana shunaqa saytda bor edi bitta. Shu yerda ko'rgan edim. Demak, mana shu narsani bilib olasiz. Bu onlayn formatda. Ijtimoiy tarmoqqa ruxsat berishmayapti. Offlaynga ham bora olmaysiz. Yosh bolangiz borda bora olmaysiz. Eringiz ruxsat beradi, farqi yo'q. Nimadir? Va endi siz lekin ishlamoqchisiz. Siz sertifikatlaringiz bor, uyda o'tirib qolgingiz kelmayapti. Nima qilarkan? Sertifikatlaringizni olasiz, uni PDF variant, o'sha elektron variantga o'tkazasiz. Mana shunaqa saytlarni topib, tutoring saytlari deyiladi. Chiqsa tutoring veb-sayt deb qarasangiz chiqib kelishi kerak. Mabodo men esimdan chiqib qolib, atmetka qilmasam, yana kommentariyada so'ranglar. Demak, qarang, tutoring saytlarini qidirasiz, mana shunaqa qilib o'zingizga ish topasiz. Offlayndachi, offlaynda ham xuddi shunaqa. Offlaynda ham o'zingizning sertifikatlaringiz va o'sha ruxsatnomalaringiz bo'ladigan bo'lsa, biron bir uchebni sentrlarga sekinasida nima deydi,
application ariza topshirib o'zingiz ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu muammo emas. Asosiy katta muammo bu onlayn ishlamoqchi bo'lish xohlaganlar. Onlayn ishlamoqchi bo'lish xohlaganlarda demak ikkita yo'l bor ekan. Bittasi bu maxsus tutoring saytlarida dars berish, ikkinchisi bu blog yuritib o'ziga o'zi nima desa bo'ladi, xo'jayin bo'lish. Men ikkinchisini tanlaganman, ya'ni qaysidir veb saytlarda umuman nima desa bo'ladi, ularni tartiblari bo'yicha dars berishni yoki ularni tartiblari bo'yicha ishlashni xohlamaganman. Shuning uchun men aynan o'zimga mos yo'nalishda, o'zimga xohlagan tartibda, o'zimga xohlagan qulay vaqtlarda dars berishni xohlaganim uchun mana shu yo'lni tanlaganman va blog yuritib qilganman. Menda qaysidir ma'noda bu narsaga ruxsat bo'lgani uchun. Demak, siz o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqqan holatda o'zingizga mana shu narsani qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, onlayn ishlashni boshlash va onlayn aynan ustozlikni boshlash qiyin emas. Qachonki siz mana shu 5 ta maslahatga amal qiladigan bo'lsangiz va mana shu 5 ta maslahatga amal qilganingiz bilan birga nima desa bo'ladi, o'zingizni kim ekanligingizni tushunib olsangiz. Misol uchun men shaxsan o'zim juda ham yaxshi ko'raman dars berishni va shu dars berishni yaxshi ko'rganim menga aynan mana shu boshlashim uchun menga motivatsiya bergan. Tushundingizmi? Endi sizda men bilmayman sizga nima motivatsiya beradi. Shu narsani o'ylab ko'ring. Siz kimsiz avvalo bilib oling. Nima qilmoqchisiz, qanaqa foyda bermoqchisiz odamlarga. Mana shu narsadan kelib chiqqan holatda albatta o'zingizni yo'lingizni tuzib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bularni hammasini gaplashdik va hokazo, ustozlikni boshlash. Endi daromadga keldik. Daromad. Bundan oldingi videoimda, mabodo agar siz bu videoni ko'rmagan bo'lsangiz, men to'g'ri topish yo'li. Aynan endi daromadga yanada chuqurroq kirishingiz uchun o'sha videoni ko'ring. Endi bo'ldi, men to'g'riligidan gaplashdik va hokazo bo'ldi. Misol uchun aytaylik, shu videoni ham ko'rdingiz. Endichi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga ruxsat tegdi. Endi qanaqa qilib o'sha obunachi yig'aman, qanaqa qilib o'zimni aktivligimni oshirib, odamlarga o'zimni tanitaman degan bo'lsangiz, undan ham oldinroq videoga qaytasiz. U yoqda birinchi 1000 ta obunachini yig'ish haqidagi videoim bor. Endi u qanaqa birinchi 1000 ta obunachini yig'ish deganimiz bilan bu narsani umumiy ma'noda hisoblash mumkin va aytaylik, har qanaqa obunachilarning sonini yig'ishga ishlatish mumkin bemalol. Demak, mana shu narsalarda asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Albatta, yana o'zingizda qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa va sizning yo'nalishingiz ustozlik emas, boshqa yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozing. Men sizga o'sha yo'nalishda qanaqa qilib daromad qilishingiz mumkinligi haqida sekin-asta reja tuzishga yordam beraman. Xo'p, inshaalloh, faqat ko'p narsalar menda hozirgi holatda konsultatsiya ko'rinishida emas, asosan mana shunaqa video ko'rinishida. Shuning uchun savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozing, kommentariyada javob beraman yokida aynan sizga to'laqonli qilib tushuntirish uchun video qilib tayyorlab beraman. Yetkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha. Keyingi video bugun hozir xayolimga kelmadi, nima haqida bo'lishi, lekin o'tkazib yubormang, obuna bo'lib oling, balki sizga foydali bo'ladigan video bo'lib qolar. Kattakon rahmat, salomat bo'ling.